U meni g'ashimga tegishni juda yaxshi ko'rar edi. U menga hazillashib, menga turmushga chiqqaningdan xafa bo'lyapsan shekilli dedi. Men unga nima uchun bunchalik tushkunlikka tushganimni, sababini bilmasligimni aytdim. Men o'sha kechada juda qattiq yig'ladim. Ertasi kuni menga xushxabar aytgan Che xonimni oldiga bordim. Men uni ko'rishim bilan yana yig'lashni boshladim. Avval u meni eri bilan kelishmovchilik bo'lgan deb o'ylagan ekan. Men unga shunchaki men juda ham tushkunlikka tushib ketganimni aytdim. U menga, menimcha siz ibodatxonaga boradigan vaqt keldi dedi. Shunday qilib, men u bilan ibodatxonaga bordim. Men birinchi yodlagan ulug'lash ashulasining so'zlari mening qalbimdagi qorong'ulikni olib tashlagan bu Iso, yuragimdagi sovuqlik va qayg'uni olib tashlagan bu Iso va shu ondan men o'zimdan nima uchun bu qiyin hayot so'qmog'idan ketayotganligimni so'ramayman. Qoyil, bu ashulani kim yozgan o'zi? U xuddi menga yozilgandek edi. Men yaxshi ashula aytaman va tez-tez kuyni buzib aytaman. Lekin o'sha kechada men bor ovozim bilan kuyladim. Chen xonim sekingina meni kuylaganimdan tortib pichirlab, juda ham baland emas, bo'lmasa hamma adashib ketar edi. Masihiylikning asl mohiyati bu har bir odamning najotga erishishidir. Kalit mohiyati esa sizning hayotga bo'lgan munosabatingiz tubdan o'zgarishi. Siz bu dunyoda yashaysiz va albatta sizda turli xil to'sqinliklar bo'lishi mumkin. Biroq sizning ichingizdagi ruh va najotingiz bu dunyodan ustundir. Liu Haofeng zamonaviy tanilgan olim, doimo ishonch haqiqatni qidirgan. Men o'tgan oyda Shonsheng universitetida dars berayotgan edim. Bir talaba darsning oxirida turib menga, "Siz masihiysiz. Bu narsa esa sizni boshqa xitoylik emasligingizni ko'rsatadi. Agarda siz haqiqiy xitoylik bo'lganingizda masihiy bo'lmagan bo'lar edingiz, chunki bu g'arbiy madaniyatning bir qismidir" dedi. Men tan olishim kerakki, masihiylik menga insoniylik haqidagi savollarga yechim topishga yordam beradi va men ko'p bora takror aytganimdek, inson bo'lib qolish xitoylik bo'lib qolishdan ko'ra afzalroqdir. Xitoy ozodligidan ilgari agarda birorta xitoylik masihga ishonsa, haqiqiy xitoylik bittaga kamayadi deb o'ylashar edi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, sen g'arblikka aylanasan. Biroq hozir bir xitoylik masihga ishonsa, yana bir xitoylik qutqariladi. Aslida yana bitta haqiqiy xitoylik paydo bo'ladi. Chunki xoh erkak, xoh ayol bo'lsa, u boshqa chekmaydi, ichmaydi, so'kinmaydi, giyohvandlik qilmaydi va jamiyatga zarar yetkazmaydi. Men masihga kelmasimdan avval hech kim menga kommunistlar partiyasiga qo'shilish haqida umuman gapirmagan edi. Biroq masihga kelganimning 3-kunida bizni mahalliy idoradagi partiya kotibi meni partiyaga qo'shilishimni o'ylab ko'rishimni so'radi. Men unga masihiyligimni aytdim. U masihiylar umuman yomon odamlar emas. Bir nechta katta yoshdagi masihiylar meni qo'limda ishlashadi. Ular juda ham yaxshi odamlar dedi. Men yuragimda bu uchun Xudoga minnatdorchilik bildirar edim. Bir kuni kompaniya boshlig'i meni oldimga gaplashish uchun keldi-da, "Siz Xudoga ishonar ekansiz" deb eshitdim. Lekin siz kommunistlar partiyasi a'zosisiz dedi. Men unga, partiya menga yaxshi munosabatda bo'lgan, biroq tinchlik va xursandchilikni men Masihga ishonganimdan beri olyapman. Partiya yaxshi, biroq Xudo undan yaxshiroq va meni unga ergashmaslikdan boshqa ilojim yo'q dedim. U hech narsa meni fikrimdan qaytara olmasligini ko'rib, partiyadan ketishimni so'radi. Bu narsa men uchun juda ham yaxshi edi. Chunki hozir menga partiya yig'ilishlariga borishga va a'zolik uchun pul to'lashga to'g'ri kelmaydi. Men keyingi bo'sh vaqtimni Masihdagi birodarlarim bilan Xudoni ulug'lashda o'tkazaman. Men ishlaydigan korxonada 2 yil davomida hisobchilik qilganman. Bir kuni korxonada ikkita hisob yozuvini chiqarishga qaror qilishdi. Biri aniq ichki foydalanish uchun va ikkinchisi aholini ahmoq qilish uchun o'zgartirilgan hisob yozuvi. Men butun kechasi o'zim bilan o'zim kurashib yotdim va Xudodan menga shu ishda oyning oxirigacha qolishimga ruxsat ber deb so'radim. Biroq Xudo menga sen bu ishni noto'g'ri ekanligini tushunib yetishing bilanoq uni qilishdan to'xta dedi. Keyingi dushanbada men ishga bordim. Birinchi qilgan ishim to'g'ri boshlig'imni oldiga kirish bo'ldi. Men unga bu ishni qila olmasligimni aytdim. Korxonada ishdan ketishimni so'rashdi, lekin men ketmadim. Chunki Xudo buni qilishimni aytmagan edi. Shunga qaramasdan meni bo'shatishmadi. Ular meni ish yuritish
bo'limiga o'tkazib yuborishdi. Men Xudoning kuch-qudratiga ishonaman. Aks holda o'g'lim va uni xotinining hayotini birinchi qilgan ishim to'g'ri boshlig'imni oldiga kirish bo'ldi. Men unga bu ishni qila olmasligimni aytdim. Korxonada ishdan ketishimni so'rashdi, lekin men ketmadim. Chunki Xudo buni qilishimni aytmagan edi. Shunga qaramasdan meni bo'shatishmadi. Ular meni ish yuritish bo'limiga o'tkazib yuborishdi. Men Xudoning kuch-qudratiga ishonaman. Aks holda o'g'lim va uni xotinining hayotini o'zgartira olmagan bo'lar edi. Ularning hayotini qanday bo'lganligini, ta'riflash qiyin, tuban darajada past hayot kechirishar edi desa bo'ladi. Bu men ko'rishdan hazar qiladigan hayot tarzi edi. Hozir esa ular butunlay o'zgargan. Ular shunaqangi ajoyib tarzda o'zgarishganki, bu uchun Xudoga ming bor shukr qilmasdan bo'ladimi axir? Men jamoatda 4 marotaba bo'lganman. O'g'lim har doim u bilan birga borishimni so'raydi. U meni juda yaxshi ko'radi. Bahor kelganda ular shahar va ko'chalarda daraxt ekishni istaydiganlarni topisha olmas edilar. Ular turli xil hukumat bo'limlari orqali ham harakat qilib ko'rishdi, lekin hech kim ishlashni xohlamas edi. Keyin bir masihiy yuzlab birodar va opa-singillarni bir zumda yig'di. Ular belkuraklarni qo'lga olib, barcha daraxtlarni bir ko'z ochib yumguncha ekib tashlashdi. Mahalliy hukumat boshlig'i ularga minnatdorchilik nutqini so'zlayotgan bir paytda birodarlardan biri Xudoga rahmat ayting dedi. Mehnat lagerlarining boshliqlari masihiylarni olib kelishganda juda xursand bo'lar edi. Ular zo'r, mana endi bizda ishlatsa bo'ladigan mahbuslar bor. Chunki masihiylar ishonsa bo'ladigan odamlar edilar. Ularga ko'pincha javobgarlik talab qilinadigan ishlar, ya'ni shaxsiy narsalarga qarab turuvchi, boshqa mahbuslarni kuzatuvchisi. Qamoqxona rahbarlari ba'zan masihiylar ozodlikka chiqarilganda xomush bo'lib qolar edilar. Men qo'yib yuborilgan kunda mehnat lageridagi 7 ta yetakchilar meni ko'rgani kelishdi. Ular meni qo'limdan tutib, "Laoging qani endi sen yana 3 yilga qolganingda edi. Biz seni ketishingni istamaymiz" deyishdi. So'ngra ular menga iymon yo'lida yana davom etishimni aytishdi. Lagerimizdagi yetakchilardan 4 tasi Masihga iymon keltirishdi. Biz birga yashab, ko'p suhbatlashar edik. Men ozodlikka chiqarib yuborilishimdan oldin ular menga agarda bu joy yaxshi joy bo'lganida, biz seni shu yerda qoldirgan bo'lar edik. Qamoqxona boshliqlari masihiylar haqiqatdan ham yaxshi odamlar ekanliklarini tushunib yetishdi. Bizga ozod mahbuslar deb laqab qo'yishgan edi. Chunki biz sabzavotlar bog'iga ishga tayinlangan edik va mahsulotni boshliqlarga tarqatar edik. Militsiya ofitserlari bizga juda yaqinlashib, bizga agarda hamma masihiy bo'lsa, u holda qiladigan ish qolmaydi deyishgacha borishdi. Xushxabar tarqatilganda nafaqat Isoning joni qutqariladi, balki butun jamiyatga marhamat keladi. U butun boshliq jamiyatni o'zgartiradi. Men barcha ishchilarimni jamoatda topdim. Meni 600 ta ishchim bor. Ularning hammasi yakshanbadagi yig'ilishlarga borishadi. Har yakshanba 4 ta ibodatxonada 600 dan ortiq a'zolar bo'ladi. Biz har ertalab va kechqurun ibodat yig'ilishlarini o'tkazamiz. Bizda Injil o'rganish guruhlari ham mavjud. Bizning Sheyang shahrining Huaxiren guruhi asosan risanalar biznesi bilan shug'ullanadi. Lekin biz shuningdek ba'zi dengiz baliqchiligi fermalari va maktablarga egalik qilamiz. Har bir biznes uchun bizda 20 kishidan iborat ashulachilar xori bor. Biz mijozlarimiz uchun ulug'lash madhlarini kuylaymiz va ularning hayotiga Xudoning marhamatini olib kiramiz. Ularga bu ashulalar yoqadi. Bizning har bir biznesimizda mijozlarning muhtojliklari uchun ibodat qutisi mavjud. Ular qiynayotgan muammolarini yozib, qutini ichiga solib ketishadi. Har hafta biz qutini ochib, ular uchun ibodat qilamiz. Biz Iso Masihga tayanamiz. Ba'zi mijozlar Isoning kimligini bilishmagan. Ular Masihni shu yerda uchratgach, jamoatga borishni boshladilar. Meni nihoyatda quvontiradigan narsa bu mijozlarimizni jamoatda ko'rishdir. Ba'zi boshqa mijozlarimiz bizga ashula aytadigan qizlarni yollab, karaoke aytadigan uskunalarni restoranimizga o'rnatishni taklif etishdi. Men yo'q dedim. Men bir kuni bir mijozimiz restoranimizdan uyiga bor yo'q rafiqasiga men Huaxie etnik qishlog'idaman va balki uyga kech kelaman deyish uchun qo'ng'iroq qilganida men o'zimda g'ururni his etdim.
Oddiygina bir gap, lekin menga qattiq ta'sir etdi. Balki u oldinlari rafiqasiga ko'plab sabab va bahonalar keltirgandir. Lekin bu safarda hech qanday bahonalarga ehtiyoj yo'q edi va hattoki hech qanday savollar so'ralmadi. Men bu narsani ishonchning belgisi kabi his etdim. Bizni ko'pchiligimiz televizor orqali suv toshqinlari haqidagi xabarlarni ko'rganimizda yig'ladik. Bizni ko'pchiligimiz shimoli sharqdan bo'lib, janubda hech qanday qarindosh urug'larimiz bo'lmasa-da, baribir og'riq va dardni his etar edik. Biz birgalashib ibodat qildik. Ishchilarimiz o'sha kechaning o'zidayoq 135 ming yuan qurbonlik qilishdi. Xudovand meni sevadi va bir-birimizni sevish amrini bergan. Men bu yerdagi odamlar orasida sevgi va iliqlikni his etaman. Men boshqa qancha pul ishlatishim va qanchalik mashaqqatli mehnat qilayotganim haqida o'ylamas edim. Men chindan ham bu yerdagi ishimdan huzur topaman. Biz har yilda ota-onalar yig'ilishlarini o'tkazamiz. Ota-onalar farzandlaridagi o'zgarishlarni ko'rishgach, ular ham Xudoni bilishni istashadi. Uyga qaytgach, ular o'zlarining mahalliy jamoatlariga borishni boshlashadi. Biz kichik shaxsiy tadbirkorlik sifatida ishimizni 1993-yilda boshlaganmiz. Xudoning mo'jizasi bilan shunaqangi katta va samarali darajaga ko'tarildikki, bizning restoranimiz har kuni odamlar bilan gavjum. Ko'p odamlar mendan so'rashadi: "Siz qanday qilib shuncha ko'p odamni har kuni kelishiga erisha olasiz?" Men esa javoban, "Men Xudoga ishonaman" dedim. Men o'zimni bir biznesni boshqaryapman deb o'ylamayman. Men bunga sevuvchi Xudoning xizmatidaman deb qarayman. Albatta, mijozlar bilan kelishmovchiliklar va muammolarga duch kelishimiz tabiiy. Biroq ishchilarimizni birinchi qiladigan ishi bu ibodatdir. Ko'zlarida yosh bilan ular Xudoning oldida ibodat qilishida, men ham tiz cho'kib Xudoning oldida ibodat qilaman. Xudovandim, biz yosh umrimizni senga xizmatda o'tkazishni istaymiz. Amin. Men oldinlari Xudodan boylikni so'rar edim. Endi esa men faqatgina bir narsani so'rayman. Iltimos, meni o'zingning quroling sifatida ishlat. Bu narsa hayotimdagi eng katta marhamat bo'lar edi. 缓缓流进我的心窝。